Marafoncha yugurish musobaqasini 420 qitim 100 metrga bo'lib yugurishga aylantiring. Pat-pat tinib olish, nafas yetishmay qolgan chog'lardan o'tib olish uchundir. Har yili necha 100 maydon leksiya so'zlayman. 2 soatlik leksiya tugaganda saboqdoshlarning ko'zlarida umid va g'oya uchqunlari yonadi. Har kuni sahar turishga, kitob o'qishga, badan chiniqtirishga va'da beradi. Adigandan boshlab, yo'q, hozirla harakatga o'tib, vaqt bilan bir maydon keskin jangga tushmoqchi bo'ladi. Birdamlik hayajon o'chidi. Ijro qilguncha 1 yil o'tadi. O'quvchilarning gangarash ichida turib qelishi o'qituvchilarning mas'uliyati. Bu bir qancha yil ichida menga dunyoning har qaysi joylaridan tashakkurnomalar uzilmay kelib turdi. Ular mening darsimni anglagandan keyin o'zini haqiqiy yo'sinda o'zgartib, texmo munavvar odamga aylanibdi. Ko'nglim taskin topdi. Biroq gumonlanib qoldim. Agar yiliga 150 maydon leksiya so'zlagan bo'lsam, har maydonda 300 dan 3000 gacha odam bor deb hisoblaganda, oz degandimi 100 ming odam naq maydonda leksiya anglagan bo'ladi. Ali qaltis ingliz tili va boshqa taratquv vositalari orqali anglaganlarning sonini demay turayli. Acaba shuncha ko'p odam ichida planni oxirigacha ijro qilganlar, oxiri o'zini o'zgartgan odam shuncha ozmi? Yoki o'zini o'zgartganlar ko'p, xat yozganlar ozmi? Shuning bilan mundaq bir tajriba ishlab baxtim. Ma'lum bir maktabga leksiya so'zlagandan keyin mening aloqa to'ri darsimga tizimlatgan bir o'quvchini atrofdagi odamlarda yuz bergan o'zgarishlarni ko'zitib turishga o'rinlashtirdim. Leksiya oxirlashgan chog'da ko'pchilik nihoyat hayajonlandi. "Pa, muallim, qaltis so'zladingiz. Men sizdan o'ginaman, o'zimni o'zgartaman, terishiman, kurash qilaman" deyishdi. Atsi, gaplaringizni anglab bak hayajonlandim. Lekin endi qanday qilaman? 3-kuni, "Pa, muallim, bak qiziqchi ekan. Ha. Bir haftadan keyin hammani unutib ketadi ekan. Buyuk g'oyani reallikqa aylantirish uchun avval kurash nishoni bo'lish kerak. Qarisiga ish qilganning foydasi yo'q. Odamni eng azoblaydigan ish dal nishoni bo'lmaslik. Oldi bilan kichikroq bir nishon tiklang. Masalan, 100 million yuan pul tepish, Wang Jianlinning bu gapi to'r dunyosida g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Bu jumlaning oldi keridagi qurlarni o'qisak, bu asli ayni chog'dagi Vandaning xalqaro yuzlanishdagi tunji qadamlik nishoni. Shu chog'da ba'zilar Wang Jianlinni qarisiga gap qildi deydi. Ammo Wang Jianlin nishon bo'lgandala kurash bo'ladi. Nishonga to'liq yetolmasakmi, faqat bir qismini o'rindasaqmi hisob. G'oyimi, sahnimi asta-asta zo'riydi deb qaraydi. 3 yillik nishon yeshib analiz qiladigan narsa emas. U go'yo qorong'u kechada yo'rib turgan qutb yulduziga o'xshash sizga to'g'ri yo'nalishni ko'rsatib turadi. Orliqni hisoblab chiqolmaysiz. Ammo uning shu yerda borligini, sizni kutib turganligini bilasiz. Planning tunji qadamida 3 yillik nishonni yilga, oyga, kunga parchalashga oldiramang. Ikkinchi qadamda nishonni tafsiliylashtiradigan chog'da yillik, fasllik, 21 kunlik, haftalik nishonlarga parchalayolsangiz bo'ladi. Bir yilingizdagi 8760 soat bir qitimliq marafoncha yugurishga o'xshaydi. 1 soat vaqtni isrof qilishga bo'lmaydi. Ammo yilning beshida bir yildagi har 1 soat vaqtni oldin planlab bo'lmaydi. Uzoqqa so'zilgan marafoncha musobaqani 100 metrdan kuchab yuguradigan 420 bo'lakka parchalab olishga bo'ladi. Yillik plan. 5 yillik, 10 yillik planni g'oya deymiz. G'oya cho'qim bo'lish kerak. 1 yillik planni konkret yezib olib, kompyuterning ekraniga chiqarib olsangizmi, besib chiqarib, karvatning beshiga esib qo'ysangizmi bo'ladi. Har vaqt asli tutishingiz uchun ko'zga chilqib turadigan yerga qo'ying. 1 yil 365 kun. Xeyli ko'p ishlarni o'zgartirishga yetadi. O'tgan 1 yilga nazar soladigan bo'lsak, qanchilgan odamlarning nom chiqarganligini, qanchilgan yangiliklarning yuz berganligini ko'ra olasiz. Yig'ib aytganda, kelgusi 1 yil ichida o'zingiz tava sohada qanday natijalarni qo'lga keltirasiz? Yillik planda vaqtni emas, ishni tutqu qilamiz. Qilmoqchi bo'lgan ishlarni yezib olsangiz bo'ldi.
Her bir ishni tamamlaydigan konkret vaqtni yozmang. Son sifirlarni bak tafsili yezib atmang. Masalan, siz bir shirkat bo'lib, kelgusi 1 yil ichida 32% foyda olmoqchi bo'lsangiz, oxirgi chek yil oxiri bo'ladi. Ammo 3-fasldan burun o'rindayman deb o'zingizga ziyoda besim qilib olmang. Hatto bu yerdagi 32% ning o'zimi taxminiy sondan iborat bo'ladi. Yangi ishga tushgan nurg'un odamlar dastlabki 2 yilda nihoyat oldirash ishlaydi. Ammo o'ziga hech qanday nishon belgilamaydi. Boshliq nimaga buyursa shu ishni qiladi. Xuddi o'zi uchun emas, boshlig'i uchun ishlaydigandek 3-yilga qadam qo'yganda nishonning muhimligini his qilib, qattiq bir ishlab boqmoqchi bo'ladi. Lekin planni ziyoda tafsiliy tuzib oladi. Uning ustiga 10 necha ishni biraqli yozadi. Ya'ni kelib uy elish, mashina elish, xotin elish, o'sish degandek cho'ng ishlarni nishon qilib oldi-da, ziyoda besim qilib olg'achqa, naganda biror qitim orom elib qo'ysimi, jinoyat tuyg'usiga petib qoladi. Butun 1 yilni bundoq o'tkazganda, har holda ilgirlash bo'lgan taqdirdami, undaq turmushdan qilcha zo'q olg'ili bo'lmaydi. Yillik plandagi 3-chi, 5-chi ish vujudga chiqarishni chin ko'nglingizdan umid qildigan, shundaqla uningdan keyingi hayotingizga davomli ta'sir qilib turadigan cho'ng ish bo'lishi kerak. Men 2015-yili 6-oydan 2016-yili 6-oygacha tövendagi bir qancha ishni tamomlamoqchi bo'lgan. Bir kitob nashr qildirish va uni elib mamlakatning har qaysi joylaridagi o'qirmanlar bilan ko'rishish. Onam bilan singlimni chet elga sayohatga chiqarish, Yevropa lo'nqisini naq maydondan ko'rish. Ammo bu planlarni dastlab tuzgan vaqtda tövendagi bir qancha ishlarni o'ylashmadim. Bu kitob qancha bob, nima mazmunlar yoziladi, setilish miqdorini qanchaga yetkazib, qanchalik odamga ta'sir qilaman, qaysi shaharlarda o'qirmanlar bilan ko'rishiman, onam bilan singlimni qaysi davlatlarga sayohatga chiqaraman, qancha kun sayohat qiladi, Yevropa lo'nqisini qaysi davlatda ko'raman, qancha kun ko'raman, shu fursatda qaysi davlatlarni sayohat qilaman. Turmushda o'ylamagan ishlar yuz berib turdi. 3 cho'ng ishni o'z ichiga olgan yillik nishonni tiklagandan keyin kichik nishonlarni ondan tanishsak bo'ladi. Turmushimizda o'ylamagan ishlardan saqlana olmaymiz. Masalan, rahbarlik qilmasak bo'lmaydigan yangi vazifalarni topshirishni, xizmat almashib qilishimi, oilamizda birarsa og'rib qilishimi mumkin. Bu xil ehtimolliklarni ko'zda tutib, muvofiq imkoniyat qoldirib qo'yish kerak. Fasllik plan 3 oylik nishon yillik nishonning parchalanishi bo'lib, ishmu son sipirma bo'lishi lozim. Shirkatning fasllik moliya doklati bo'ladi. Har bir o'zimizning shirkatining fasllik moliya doklati bo'lishi kerak. Buningda kirimni qancha % oshirish, qancha kilogramm o'riqlash, qancha parcha kitob o'qish, qancha qitim faoliyatga qatnashish qatorliq mazmunlar yozilsa bo'ladi. Mening yillik nishonimdagi cho'ng ishlarning biri onam bilan singlimni chet elga sayohatga chiqarishni ilib aytsak, aeroplan bileti, yotoq, qatnash, tamoq, mol setibitish qatorliqlarning chiqimini taxminan hisoblab chiqqandan keyin bu ishga qancha pul ketadiganligi, oyda qancha pul yig'ishim kerakligi aniq bo'ladi. Uningdan keyin safar planini tuzishga boshlasam bo'ladi. Birinchi fasllik planni tuzgan chog'da keyingi 3 fasllik planni inchika tuzish hojatsiz. Birinchi faslda tayyorlikni puxta qilib, planni muddatdan burun o'rindab olsak, keyingi 3 faslda besim ancha ig'ir bo'lib ketmaydi. Bir yilingizdagi 8760 soat nomli kitobda aytilgandek, o'zingizning turmushdagi rolini ayirib chiqarib, har bir rolga birdan nishon tiklab bersangiz, nishonni texmi qaratmalikqa ega qilib amalga oshirish nisbatan oson to'xtaydi. Nur Ali ablamizning nishon tizimligi jadvali qanday tuzilganligini salonimizdan ko'ring. Har kimning olguni o'xshamaydi. O'zingizning amaliy ehtiyojiga qarab, eng muhim rolingizni va shuningga munosib nishonlarni tizib chiqsangiz bo'ladi. 21 kunlik plan odam bilan odamning farqi, odatning o'xshashmasligida ifodalanadi. Har qanday bir odam 21 kunda o'zining universal safosini ko'tarishga foydali, yaxshi bir odatni yetildira oladi. 3 haftalik nishon 3 oylik nishonning parchalanishi bo'lib, ba'zi qo'shimcha vazifalarni qo'shib qo'yishga bo'ladi. Masalan, tamoqdan keyin yarim soat sayli qilish, inglizcha kino ko'rganda hanzucha xetiga qaramaslik, tamoq vaqtida telefon o'ynamaslik degandek.
Agar siz mushu qurlarni o'qiyotgan bo'lsangiz, o'zingizga jang e'lon qilib, men bilan birlikda yaxshi odat yetildirishga qatnashsangiz bo'ladi. Uda 21 kun atigan tursangiz, men sizga sovg'at avatman. Pochta haqqini o'zim to'layman. Men har kuni har soat 5:30dan 7gacha bo'lgan oraliqda o'zimning blogidagi Ali Qaltis ingliz tili orqali bir jumla inglizcha so'z avatiman. Siz uni davlat tiliga tarjima qilasiz. Uda 21 kun davomlashtirib uni suratga tortib, men deb bergan ilxat sanduqiga avatsangizlar sovg'at topshirib olasizlar. Oraliqda bir kun to'xtatib qo'ysangizlar, mag'lub bo'lgan hisoblanasizda boshdan kelasiz. Cho'qim uda 21 kun davomlashtirishingiz kerak. Agar shunday qila olsangiz, 21 kundan keyin sahar turishga allapurun odatlanib qolganligingizni bayqaysiz. Hozirga qadar 7000 parcha atiganlik sovg'at avatib bo'ldim. Sinab beqing. Haftalik plan emgak bilan dam elishni birlashtirgan bo'lish kerak. Men odatda har haftaning oxiri keyingi hafta qiladigan ishlarimni o'rinlashtirib olaman. Mening tavsiyam shuki, haftalik nishoningiz mundaq 3 ishni o'z ichiga olsin. Kitob o'qish, badan chiniqtirish, do'stlar bilan uchrashib, har xil sohalarga munosabatlik bilim uchurlarni o'rganish. Agar o'qiyotgan bo'lsangiz, darsdan sirtqi vaqtlarni planlasangiz bo'ladi. Xizmatchilar cho'qim xizmat sirtidagi erkin vaqtni o'rinlashtirishi kerak. O'quvchilar doim aslida darsim jiq edi, uning ustiga TOEFLga tayyorlik qilishim, maqola yozishim kerak. Mitchida to'shib ketgan plan jadvaliga qarasam, o'shimdan ketgili tas qolaman deb qaqshaydi. Halbuki ilmida ko'ringan o'rganish planlarining rostla unumli bo'lib ketishi notayin. Masalan, 13dan 17gacha 4 soat maqol yozmoqchi bo'lsangiz, bo'lasizda kutubxonadan o'rin izlash, o'zingizni rasmga tortib do'stlar chambirkiga chiqarib, ustiga o'rganish ritmi degandek xat yozish bilan 1 soat vaqtni o'tkazib etasiz. 1 soat kitobga qara-qarmayla uyqu besib, telefon o'ynashga boshlaysiz. Shunday qilib, rasmiy maqola yozishga sarf qilgan vaqtingiz 4 soatga yaqinmi kelmaydi. Ammo yana plan bo'lmasa bo'lmaydi. Masalan, Seyşembe günü tushdan keyin do'stlar bilan yig'ilib tamoq yemoqchi bo'lsangiz, 15dan 17gacha bo'lgan oraliqni o'ynash vaqtiga chiqarib etib, 12dan 14gacha bo'lgan, 18dan 19gacha bo'lgan oraliqni xizmat va chiniqishga taqsim qilsangiz bo'ladi. Xizmatchilarni elib aytsaq, agar soat 9dan kech soat 6gacha xizmat qilamiz, kechda ishdan tushib uyga kelgan chaqda 19:30 bo'lib ketadi. O'zimizni majburlaydigan holatda 1 soat til o'rgangili, 1 soat chiniqili, 1 soat kitob o'qig'ili bo'ladi. Bu ishlarni chin ko'nglingizdan xalab qilmagan holatda uyga kelib, yo'yinib bo'lib soat 20dan boshlab safada so'zilib yetib, mangu tugamaydigan turmush filmlarini ko'rib, kecha soat 0 bo'lib ketadi. Bu chaqda vaqtingizga ichinib, aldirab-tinab bir qancha bad kitob o'qiysiz. Atsi uyqungiz qonmay qopib, og'rigan holda ish qilmaysiz. Vaqt jadvalingizni qarsila boshni og'ritadigan narsaga aylantirib olmang. Aram elishqa, o'ynashqa cho'qim vaqt o'rinlashtiring. Vaqt jadvalingizda kino ko'rish, kitob o'qish, rasm chizish, muzika anglash, chambarchilik degandek turlarni ko'rib tura olsangiz, keyingi haftaning tezroq kelishini taqozolik bilan kutadigan bo'lasiz. Pat-pat tinib olish, nafas yetishmay qolgan chaqlardan o'tib olish uchundir. Qadmingiz salmoq bo'lsa, manzilingiz parlaq bo'ladi. Buguningni ching tut, har qadamingni o'ylashib bas. Uzoq o'ylanib terishqandala ilhom qo'zg'aladi. Ko'ngil qo'ygan vaqtingda turmushingdagi har qanday bir ish, o'y fikringni bir yerga yig'ishingga sabab bo'la oladi. Turmushingdagi tafsilot va ta'sirotlarmi bir ulush rolini joriy qildira oladi. Mening bir do'stim bor. U mening yurtdoshim. Mendan 20 yosh cho'ng. Gerçi ikkilimiz Beyjingda bo'lsaqmi, vaqtimiz udul kelmagachga biror qitim uchrashib, birga tamoq yeyishimizmi nihoyatda taskin to'xtaydi. Bultur qishda Beyjingdagi ma'lum bir Xinjiang restoranida to'g'ri qurdiq yegach paranglashdik. Men bilinmas mamnuniyat ilkida yana teg'i ozroq ko'ranglab turib,
bir yildan buyon qo'lga keltirgan utuqlarimni so'zlab berdim. Ko'nglimda uning muayyanlashtirishini umid qilatdim. Ilgari hamkorlashgan programmalarda garchi u mening yetakchim bo'lmasa-mu, meni qo'llab, madad berib turgan edi. U gap qilmadi. Men yana bir qatim g'ayratga kelib uningdan: "Menga bir taklif berishga to'g'ri kelsa, nima degan bo'lardingiz? Sizning utuq qozona olishingiz nima sababdan?" deb so'radim. U bir yutum choy ichib olgandan keyin salmoqliq bilan javob berdi. "Sen hozir 80 putga o'xshab qolding. Diqqatingni bir nuqtaga qaratmay, nurg'un ishni tang elib maqmoqchi bo'layotsan. Biz tomoq yeyotgandimi telefoningga bir necha qatim qarab bo'lding. Kelgan uchurga vaqtida javob qaytara olmay qolmay deb o'ylading balkim. Lekin ba'zi ishlar rostilla shuncha muhimmi? Hayotda acı yo'l ko'p. Sana o'xshash yosh turibla utuq qozongan nurg'un odamlar, havas qiladigan yoshlar osonla ko'ranglab ketadi. Har qanday ish qo'limdan keladi deb o'ylab qoladi. Acı yo'lga kelganda bargancha yiroqlab ketadi. Bir mezgildan keyin hamma yo'lda mengib, hech qaysi yo'lda ravurus mang'almaganligini bayqaydi. Yaramliq odam bo'la olmaydi. Orqadan yoshligidagi kechirmishlarni so'zlab berdi. Dashada o'qiyotgan chig'idla ijodiyatchi, ssenarist, rejissor, artist bo'lishni hayotlik nishoni qilib tiklabdi va agar to'qay bu yo'lda oxirgacha mengishni qaror qildi. O'rta maktabda o'qiyotgan vaqtida Urumchidagi bir kitobxonadan qomatlik odam, maktab bitkizgan o'quvchi qatorliq filmlarda rol olgan mashhur zot Dustin Hoffmanning bir parcha kitobini setib olib o'qigan va shuningdan e'tiboran qalbida ijodiyat istiki qo'zg'algan ekan. Markaziy teatr shu yanada o'qiyotgan mezgilda bir qism maktab dramalarida rol olgan bo'lsa-mu, saboqdoshlardek nom chiqara olmabdi. O'qish bitkizgandan keyin Beyjingda qelish uchun butun vujudi bilan aspirantlikka imtihon beribdi. Biroq aspirantlikka o'tishning xo'shaligi uzoqqa bormayla hayotidagi eng tushkun chog'larni boshdan o'tkazibdi. 28 yoshida aspirantlikni bitkizgan chog'da birga o'qigan saboqdoshi Li Yaping Muhabbat davomlashsin nomli filmda rol olib, biroqla nom chiqaribdi. Lekin u niyat qilgan ishlarni qila olmay, atrofidagi bargancha tunilib ketayotgan kishilar orasida bo'yin qisib turibdi. Yeshi 30ga ulashgan chog'da har qancha terishgan bilanmi, arzu-armonlar uningdan bargancha yiroqlab ketayotgandek his qilishga boshlabdi. Maydonda nishonsiz aylanib yurgan kunlarning birida og'aynisi Mingjinxuy uchrab qilib, bir rol bor, chiqamsan deb so'rabdi. Qanchalik haq berish bilan hisoblashib o'ltirmayla ma'qul bo'libdi. O'lmagan yerdan bir hukumatsizning tuyuqsiz o'limi biroqla nom chiqaribdi. Kechikib nom chiqarg'achqimi hargiz ezib ketmabdi. Udul kelgan rolga chiqavermabdi. O'z prinsipida ching turib, o'z roliga chiqadigan filmga qattiq talab qo'yibdi. Mazmuni yaxshi bo'lmasa, taqsimlangan rol o'ziga mos kelmasa, har qancha yuqori bo'lsa-mu keskin rad qiladi ekan. Qalbingda bir g'oyib bo'lish kerak. Yetalmaydigan ish bo'lsa-mu intilib yashash kerak. Hayotingda har qanday bir ishni qilmoqchi bo'lsang, meni g'oyamga yaqinlashtiramda yo'q deb so'ra. Javob yo'q bo'lsa, u ishni qilma. Buguningni ching tut, har qadamni o'ylanib bas. Uzoq o'ylanib terishgandila ilhom qo'zg'aladi. Ko'ngil qo'ygan vaqtingda turmushingdagi har qanday bir ish, o'y fikringni bir yerga yig'ishingga sabab bo'la oladi. Turmushingdagi tafsilot va ta'sirotlarmi bir kishilik rolini joriy qildira oladi. Yeshi 40ga ulashganda uning nomini yana bir qatim taratgan katta bir filmda rolga chiqibdi. Bu filmda u bir umr huquq ko'rishi ichida o'tgan Yungjin Xonning rolini voyaga yetkazib oldi. Amaliyotda uning muvaffaqiyati 20 yillik aqidasi yakdillikka badliga kelgan edi. Uning ismi Chen Jianbin. Uni ikkinchi qatim tanitgan bu film dal Zhonghuan tazkarasi. O'zimga qarab baqsam, xuddi qumliqda o'ynayotgan kichik boladek bir mahal berilib o'ynab ketibdiman. Men xo'shal qaram o'rganishni tashabbus qilg'achqa o'ynab yurib dars o'ta olayman. O'yin o'ynag'ach xizmat qila olayman deb o'ylab qopdiman.
2015-yildan boshlab do'stim Huang Shizhong ikkimiz Sapal rivoyati degan o'yinga mabdum bo'lib qoldik. Har kuni kechda bir tarafdan shu o'yinni o'ynab, yana bir tarafdan aloqa to'ri darsini ovozga oldik. Yana texi orliqda vaqt chiqarib, xizmatchilarga ilxat avatdim. Sapal rivoyati bir xil aylanma o'yin bo'lib, bir navbat mengib bo'lgandan keyin yana bir navbat mang'icha orliqda 30-40 sekund vaqt bo'ladi. Men bir navbat mengib bo'libla bir qancha jumla ovozga olatdim. Ondan darhol o'yinga qaytib kelatdim. Shu tariqada bir oy o'tdi. Dastlabda 3 ishni birla vaqtda elib mangdim. Deb xush bo'lib ketgan edim. Bir qancha kundan keyin xizmatdoshlarim men avatgan ilxat mazmunining bosh oxirining ziddiyatlik, mantiqsiz bo'lib qolganligini inkos qildi. O'yinni bir mazgil o'ynagandan keyin qarasam, yengan vaqtimdan uturgan vaqtim ko'proq bo'pti. Ilgari bir qo'l o'yin o'ynashga 10 minut vaqt ketadi. Xizmatni ayrim ishlasam 15 minutda bitkazatdim. Ikki ishni tang ilib bansam, yarim soat vaqtmi yetmaydi ekan. Uning ustiga ikkala ishning hech qaysini yaxshi qila olmaganligim uchun hech qaysisidan o'zimni xush qila olmabdiman. Haqiqiy ko'p liniyalik xizmat bundoq bo'lmaydi. Odam aniq plan tuzib bo'lgandan keyin ish unumini oshirishning birdan-bir usuli diqqatni markazlashtirish. Bir qancha ishni birla vaqtda qilish qarmoqqa qaltisdek bilinsa-mu, voyaga yetkazib qilish bektas. Ba'zi odamlar muzika anglag'ach kitob o'qiy olayman, xizmat qilg'ach paranglasha olayman deydi. Astoydil ko'zitib baqsangiz, birla vaqtda ikki ishni tang qilayotgan odamlarning ko'pinchisi ikki ishni birga bakarak, yana birga bo'shroq zehn qo'ydi. Cho'ng mengini birla vaqtda ikki ishga tang ishlatadigan xizmat agashma tarjima bo'lib, bir kasbiy tarjimon bu xizmatni faqat 15 minutda davomlashtira oladi. 20 minutdan eshib kelsa, cho'ng menga ig'ir darajada charchaydi-da, odam almashtirishga to'g'ri keladi. Yaman emas qilsam bo'ldi desangiz, u boshqa gap. Yig'in ichayotganda do'stlar chambarida arlab o'ltirsangiz, yig'in mazmunining yaman emas bir qismini anglay olasiz. Telefon o'ynag'ach paranglasangiz, har holda yaman emas paranglasha olasiz. Navoda yaman emas ish qilishga ko'nib qolsangiz, turmushdimi yaman emas o'tib ketasiz. Turmushdan haqiqiy bahr ololmaysiz. Qaltis mukammal degan iboralarningmi siz bilan munosabati bo'lmaydi. Bir qancha ishni tang qilaman deb hech qaysi ishni yaxshi qila olmaydigan bu xil kasalning dorisi ko'ngil qo'yish, yana ko'ngil qo'yish. Yozuvchi Yang Goling tirnoqini ilayotganda biri uningga telefoningiz sayrab ketdi deydi. Yang Goling uningga sayrab tursin, qanday ish hozir qilayotgan ishimdan muhim bo'ladi deydi. Daniel Goleman Ko'ngil qo'yish nomli kitobida ko'p yillik psixik tadqiqotiga asoslanib turib, diqqatni yig'ishning 3 xil usulini tunishtirdi. Qalbni tinglash, boshqalarni tinglash, dunyoni tinglash. Qalbni tinglash. Yuragingiz va qimmat qarshingizga Steven Jobsning gapi bo'yicha aytganda, yuragingizning tevishiga quloq solsangiz, texmi dana qaror chiqara olasiz. Boshqalarni tinglash. Başqalarının kayfiyatidagi eng nozik taraflarni bayqab, texmi yaqin munosabat o'rnata olasiz. Texmi oq ko'ngil anglovchiga aylanish bilan birga o'zingizning hissiy aql sapasini biyita olasiz. Dunyoni tinglash. Dunyoning poyonsizligida erkin parvoz qilib, texmi keng muhitni tushunish, qaror chiqarishda, boshqarishda, yangilik yaratishda intayin muhim rol o'ynaydi. Qalbni tinglash qalbga cho'kishdan boshlanadi. Oldingi bobda uzoq mezgillik nishon tiklash, hafta, oy, fasl va yillik plan tuzish orqali nishonga paydinpay yetish haqida so'zlagan edik. Undaqda har bir konkret ishni qilishda qalbimizga qandoq cho'kimiz? Ko'pincha odamlarning boshlashga, harakatga o'tishga petinolmasligi butun dunyoning inkor qilishiga uchrab ketishdan qo'rqqanlikdan bo'ladi.
Amaliyotda siz uncha muhim emas. Sizga qarab turgan uncha ko'p odammi yo'q. Tushunish eng tez bo'lgan bir qadam bo'lsa, qilmoqchi bo'layotgan xizmatingizni ko'zga ilmaslik orqali besimni yengillatish. Oqibatni ortiqcha o'ylab ketmang. Bu ishni yaxshi qila olmay qolsam, hayotimga bir umr ta'sir ko'rsatarmi deb o'ylamang. Hayotingizning qimmati hargiz ashu bir ishga bog'liq bo'lib qolmaydi. U faqat hayotingizning kichik bir programmi xolos. Birinchi, qaysar bo'ling. O'z-o'zingizga madad bering. Ichingizda men qaltistab turing. Qilmoqchi bo'lgan ishingizdan kursini tushirib turib, bu nimeti degan pozitsiyada ishni xotirjam boshlang. Ikkinchi, o'zingizni dunyodan ayirib tashlang. O'quvchilar darsxonada, ommaviy kutubxonada yoki yotoqda o'rganish qiladi. Xizmatchilar odatda ochiqchilikda ishlaydi. Yenimizdan o'tganlar, parang selishayotganlar diqqatimizni chechib o'tadi. İmkon qadar jimjit, odam yo'q joyni tanlab, telefonning ovozini o'chirib o'tib yoki yo'g'on quloqliqni taqib turib ishlang. Boshqalar ko'rsa kelib avora qilmaydi. Uchinchi, ishni 10 minut davomlashtirishdan boshlang. Ig'ir darajada telefonga beqinib qolgan odamlar uchun dastlabda 10 minutmi ajoyib uzun bilinadi. Xuddi muhim bir uchurga javob qaytara olmay qilib 100 million puldan quruq qoldigandek telefonga qarab boqis kelib ketadi. 5 minutdan keyin zodi chidab tura olmasangiz telefoningizga bir qarab beqing. Vaqtni asta-asta uzarting. Asta-asta ko'nib qolasizda 15 minut telefonga qaramasangizmi hech nima bo'lmaydiganligini his qilasiz. Birinchi qitimda agar 7 minut chidab tura olsangiz, o'zingizni mukofotlab, uni buni elib yeng. Birer stakan kola içing. Diqqatingizni 30 minut yig'ilgan vaqtingizda xizmat yoki o'rganishda yuqori unum holatiga kirsiz. Uningdan keyingi 30 minut ichida unum texmi yuqori bo'ladi. Bir kun ichida 30 minutdan 8 qitim, ya'ni 4 soat unumli xizmat holatini davomlashtira olsangiz, xeyli qaltis bo'ldi, deyishga bo'ladi. Statistikaga asoslanganda xizmatlarning bir kun ichidagi unumli ishlaydigan vaqti o'ttir hisob bilan 4 soatga yetmaydi ekan. Ko'pincha vaqtda diqqati chechilib ketayotgan holatda ishlaydi ekan. Odamning kayfiyati o'zgarib turadi. Ba'zi kunlari unumli ishlash vaqtingiz 4 soatdan ishib ketadi. Bunday chog'da fursatni ching tutib, toza ishlab oling. Ba'zi kunlarda og'riqlik his qilib, diqqatingizni faqat yig'olmay qolasiz. O'zingizni unumsiz ishga zo'rlamay, orom elib, kayfiyatingizni o'ngishib oling. Atrofingizdagi yuqori kirimlik odamlarning xizmat odatini kuzatib boqsangiz, ulardagi shundoq bir o'rtoqlikni bayqaysiz. Ular qilayotgan ishiga ko'ngil qo'yadi, diqqatini yig'ib, astoydillik bilan ishlaydi. O'zi mashg'ul bo'layotgan sohada texmi iqtidorlik bo'lishga bakrak ko'ngil bo'ladi. Pul birinchi masala emas. Maoshga ko'ngil bo'lgan odam amaliyotda yuqori maosh ola olmaydi. Davomli yukselishni niyat qilib, qilayotgan ishingizni ko'ngil qo'yib qilsangiz, nishonga borgan sari yaqinlaysiz. Ammo oldi bilan o'zingiz eng yaxshi ko'radigan iqtidoringizni eng joriy qildira oladigan ishning nimaligini aniq bilib oling. O'zingiz eng yoqtiradigan ishni butun vujudingiz bilan 5 yil, 10 yil qiling. Muvaffaqiyat o'zi izlab keladi. Vaqtingizning o'zingizga taalluq bo'lishi notayin. Rollarga bo'lib, nishon belgilash va yuqori unumli hissiyot almashtirish usulini o'rgangandan keyin maxsus vaqt ajratmagan taqdirdami, atrofingizdagi odamlar bilan bo'lgan munosabatingizni yaxshilay olaysizda, ortiqcha andishadan qutulib, butun vujudingiz bilan xizmatga kirishish imkoniyatiga erisha olasiz. Xizmat bilan turmush o'ttirsida haqiqiy tangpungliq mavjud emas. Chunki ular o'ttirsida azaldan qarma-qarshilik bo'lib boqmagan. Amal yo'q, vaqtim yo'q, qilg'im bor, qila olmayman. Xizmatga chiqqandan keyin mushundaq gapni jiq anglaymiz. Majburlanamiz. Bir kunimizning bor yo'qi 24 soat turmushdagi har xil rolimiz
bölüşüp alıdı. Sizning vaqtingiz go'yo azaldan o'zingizga tava bo'lib boqmagan, lekin bu vaqtingizga mutlaq ega bo'la olmaysiz deganlik emas. Alohida o'rinlashtirish bo'lib qolmasa, mening Beyjingdagi bir kunim tövandagidek o'tadi. 6 dan 6:30 gacha ispan tili va italyan tili o'rganaman. 6:30 dan 7 gacha Ali qaltis ingliz tili unidor darsini ovozga olaman. 7 dan 7:30 gacha yuz ko'zimni yuvib nashta qilaman. 8 dan 7:30 dan 8 gacha ishga mang'ach yo'l ustida dars tayyorlayman. Xizmat, ilxatlarni o'qiyman. 8 dan 12 gacha Shindongfangda dars o'taman yoki leksiya so'zlayman. 12 dan 13 gacha xizmatdosh yoki do'stlarim bilan tamoq yegach paranglashman. 13:30 dan 13 dan 45 gacha oraliqda 15 minut mugdib olaman. 14 dan 22 gacha Shindongfangning ingliz til darsini o'taman yoki leksiya so'zlayman. Dars baldo tugab qolsa 20 dan 22 gacha cheniqaman. Kechda asosan tamoq yemayman. Agar do'stlarim tamoq chaqirib qolsa 1 soat tamoq yegach paranglashaman. 22 dan 24 gacha Ali qaltis ingliz tili va boshqa darsliklarni sing'a ovozga olaman. Atsi o'tadigan darsga tayyorlik qilaman. Boshqa xizmat ilxatlarni bir taraf qilaman. Xizmatga munosabatlik boshqa ishlar chiqib qolmagan ahvolda ko'ngildagidek bir kunim mushundoq o'tadi. Agar komandirovkaga chiqishga to'g'ri kelib qolsa, u chaqda vaqt jadvalim mundoq o'zgaradi. Birda munosabatlik shaharga tushib, mehmonxonaga o'rinlashib orom olaman. 6 dan 6:30 gacha ispan tili va italyan tili o'rganaman. 6:30 dan 7 gacha Ali qaltis ingliz tili unidor darsini ovozga olaman. 7 dan 7:30 gacha yuz ko'zimni yuvib nashta qilaman. 8 dan 12 gacha dashu yoki o'rta maktab zalida leksiya so'zlayman. 12 dan 14 gacha yerlikdagi Shindongfangdagi xizmatdoshlar bilan birga tamoq yegach, xizmatga munosabatlik tajriba almashtiraman. 14 dan 16 gacha kitobxonaga yangi kitobimni imzoliq setishga boraman. 16 dan 18 gacha shu shahardagi yana bir dashuga manaman. Yo'lda dars mazmunlarini o'nga olaman, kechlik tamoq yeyman, birdam o'g'ilib olaman. 18 dan 19:30 gacha maktabda leksiya so'zlayman. 20 dan 22 gacha yana bir maydon leksiya so'zlayman. 23 dan 0 gacha mehmonxonaga qaytib kelib dars tayyorlayman. Chet el tili o'rganaman. Agar atsi yana bir shaharda leksiya so'zlaydigan ish bo'lib qolsa, kechilik aeroplanga o'tirib ketib qolaman. 4 yil mushundoq o'tgan bo'lg'achqa nurg'un do'stlarim ziyoda charchash tufayli o'lib ketgan yoshlar haqida besilgan xabarni uchirtib qolsa, menga avatidi va samimiylik bilan undidarda so'z qoldirdi. Ali, sana o'xshash mashina odamdan yana bir ketib qopti. Salomatligingni asra. Kishilar 34 tillik vaqt xotirlash usulini tushungandan keyin maktabdan boshqa o'rinlarmi meni leksiya so'zlab berishga, dars o'tib berishga taklif qiladigan bo'ldi. Buning ichida Changjiang Soda Shoyanimi bor. Bir qitim ma'lum bir cho'ng korxonada dars o'tib bo'lgandan keyin bir qancha peshqadam yo'ldosh meni o'rib oldi va orasidagi boshliq sifat biri, "Yigit, sen texi bo'ytaq o'xshamamsan. Beyjingda o'zing yolg'iz kurash qilib yetibsan-da?" deb so'radi. Men "Ha" deb javob berdim. Lekin ko'nglimda buning vaqt o'rinlashtirish bilan nima munosabati bor deb o'yladim. "Qandoq, to'g'ri debdimanmi?" dedi u xizmatdoshlariga qarab. Ondan yana menga burildi. "Sen aytgan vaqt o'rinlashtirish, planlash, xotirlash usullari bo'ytaqlarga mos keladi. Bizga o'xshash oilasi bor, ota-onasi, xotin bolalari bor odamlar undaq qila olmaymiz. Planni tuzib qo'ygan bilan buguni bolamizning maktabidan chaqirsa, atsi xotin xizmatdan ko'ngilsiz qaytib kelib, uyda jidal qilayotgan. O'gini cho'nglar og'rib qilib, doktorxonaga chepayotgan. Sen tixi yosh, bilmaysan." Shundaq deb bo'lib, mening biror narsa deyishimni kutmasdan, ko'pni ko'rgan oqsoqollardek xizmatdoshlarini agashtirib, mag'rur qiyofatda ketib qoldi. Agar u menga fursat bergan bo'lsa, sizning gapingiz bo'yicha aytganda, uylanish muhabbatning qotili bo'libla qolmay, kasbning qabristoni bo'lib qoldi ekanda, demoqchi edim.
Haqiqiy munavvar odamlar shu xildagi ahvollarga yo'liqqanda mag'lubiyatini o'ylanish va oilaga döngab qo'yadigan bu xil tafakkur usulini qo'llanmaydi. Ammo turmushda shundoq ishlarga doim yo'liqib turamiz. Undaqda vaqtimiz o'zimizga tava bo'lmay qolganda qanday qilishimiz kerak? Bütün diqqətimizni özümüzün dünyasıga qartish bilan atrofdagi odamlarga ko'ngil bo'lish go'yo bir-biriga zid ikki istak bilinadi. Hech kimning vaqti butunlay o'ziga tava bo'lmaydi. Masalan, bir yetim bola bo'lgan taqdirdimi do'stlari, xizmatdoshlari, turli ijtimoiy munosabatlar bo'ladi. Bir odamni bu dunyodan butunlay ayrim holatda tasavvur qila olmaymiz. Tushunmaydiganlar meni mashina odam deyishidi. Do'sti yo'q deb qaraydi. Nurg'un odam 34 yillik vaqt o'rinlashtirish jadvalini tunji qitim ko'rganda bu adash normal emaskan deb o'ylaydi. 4 yilning oldida vaqt o'rinlashtirishni yangi boshlagan cheg'imda hatto onam bilan singlimdimi shundoq ta'sirat paydo bo'lib qolgan. Shuning bilan o'ylanib qoldim. Masala zodinadan chiqdi. Vaqtimni ziyoda zich o'rinlashtira olganligim uchun boshqalar bilan bo'libmi oilamdagilar bilan o'zaro tushunish hosil qilishda masala ko'rildimi qandoq? Erkin chelishda udul musht etishni o'rganib, o'ng musht, so'l musht, universal musht etishlarni bilmasa, mahorat bir xil bo'lib qolib, musobaqada utib chiqish ta's bo'ladi. Shuningdek bir odam vaqtni ziyoda ching tutganligi sababidan mashina odamdek tuyulib qolishi mumkin. Ammo shu sababdan do'sti yo'q bo'lib qolmaydi. Bu atrofliq tushunmaganlikning masalaga bir taraflama qarg'anligining ifodasidir. Orliqni yiroqlashtirib qo'ydigan sabablar asosan mundaq uch turlik bo'ladi. Birinchi, vaqt o'rinlashtirganda o'zining har xil roliga to'liq ahamiyat bermay, bir yoki bir qancha roliga nishon belgilab qo'yish. Ikkinchi, ijro qilishda vaqtga ziyoda eslib olib, ishning natijasi unumini asos qila olmaslik. Natija engi bo'lmaslik. Uchinchi, vaqt xotirlaganda go'zal minutlar bilan o'rtoqlashmaslik, o'zini dunyodan ayirib tashlash. Bulardan saqlanishning muvofiq choralari mundoq. Vaqt o'rinlashtirganda har qaysi rolingizni to'liq nazarga iling. O'zingizning barliq rolni aniq bilib oling. Muallimlarimiz bizga kichkimizdan boshlabla imtihonni yaxshi barsanglar bo'ldi. Boshqa ishlarning qarayiti chog'liq deb o'rgatadi. Ota-onamiz bizga dashoga o'ssanglar bo'ldi. Boshqa ishlar bilan koring bo'lmasin deydi. Bundaq tarbiya bizni maydonning o'ttirsidagi buqug'a o'xshash go'yo oldimizdagi qizil latidan boshqa hech narsani ko'rolmas qilib qo'ygan. Faqat ashu latiga usib olsaqlar bo'ldi. Boshqa ishlar o'zligidan hal bo'lib ketadi. Ma'lum sohada aniq bir nishonimiz bo'lishi kerak. Albatta, ammo bu hayotimizdagi boshqa ishlarning hammasi ashu birli nishon uchun mulozimat qiladi deganlik emas. Nishonga yetish uchun kurash qilish davomida turmushdagi boshqa rolimizni unutib qolsak, vaqtimizni ziyoda ching tutib olgandek ta'sirat berib qo'yishimiz aniq. Tuvandagidek vaqt chambarkidan birini sizib, muhim nishonlaringiz, masalan, o'rganish jihatda yangi texnika egallash, til o'rganish, ma'lum imtihonlardan o'tish degandek. Xizmat jihatda setish vazifasi, o'sish degandek. Muhabbat jihatda hamrohingiz bilan qiladigan ishlar degandek. Urug' tuqqan, sayohatga elib chiqish, uy elib berish degandek. Qatorliqlarni chambarak ustidagi munosib nuqtalarga o'rinlashtirsangiz, agar ma'lum bir targa ajratgan vaqtingiz ziyoda oz bo'lib qolgan bo'lsa, vaqt taqsimlashda bir taraflamalik ko'rilgan bo'ladi-da, muvofiq tanlashingiz kerakligini bildiradi. Ikkinchi, ijro qilishda atrofingizdagi odamlarga mehringizni his qildiring. Bir qancha turlik nishonni belgilab bo'lgandan keyin planni ijro qilish bosqichida qarindoshlaringiz va do'stlaringizga ajratgan vaqtingiz kapolatga ega bo'lsin. Bejirmasangiz bo'lmaydigan jiddiy ishingiz chiqib qolgan taqdirdami qarindoshlaringizning sizga ehtiyoji tushgan bo'lsa, sabrchanlik bilan tushundiring.
Qapıqınızı turib, "Men aldirash, vaqtim yo'q" degandek qo'pol gaplar bilan ko'nglini ranjitib qo'yma. Singlim Beijing Dasho'da o'qiydi. Uningmi mendan xafa bo'lib, "Sendekmi aka bo'lamdi? Ikkimiz bir shaharda turib, orliqimizmi uncha yiroq bo'lmasa, oyda 2 qatimmi ko'risholmaymiz. Sen mening o'z akammi emasmi?" degan chog'lari bo'lgan. Shu chaqda u meni kayni-kaynidan 3 qatim birga tomoq yeyishga chaqirgan edi. Mening bak aldirash chog'larim bo'lg'achqa ko'risholmay qoldim. Bunaq ahvolda uning mendan xafa bo'lishimi o'rinsiz emas. U meni 4-chi qatim chaqirgandala to'g'ri qilmaganligimni his qilib, vaqtimni qayta o'rinlashtirib, uningga vaqt ajratdim. Shuningdan his qildimki, hamma odamning vaqtini sizga o'xshash zich o'rinlashtirilishi notayin. Shunga boshqalarning sizga ehtiyoji tushganda, ularga muloyimlik bilan inkos qaytarishingiz kerak. Men taniydiganlar ichida bu jihatda eng yaxshi qila olgan odam dal Yuminxong muallim. Uning kunlari shuncha aldirashchilik ichida o'simi, yordam so'rab izlab keldiganlarning oyog'i uzilmaydi. Yuminxong muallim amon muloyimlik bilan kutib oladi. Yordam qilolmagan taqdirdami qarshi tarafni qoyil qilib yo'lga soladi. U qarshi tarafga hozir rostilla bak aldirash bo'lib qoldim. Lekin bu ishni imkon qadar baldur bir taraf qilaman. Siz palonchi bo'limdagi pokonchini izlang. U sizga mancha kun ichida javob beradi, deydi. Bultur Yuminxong muallim o'g'lini elib Xinjiangga leksiya so'zligili kelganda bizning uyga yo'qlab kirdi. U bir tarafdan o'g'liga tasalli berib, "Oldirmagan, birdamdan keyin seni Qanas ko'liga opirman. U yerning manzarasi bak go'zal. Men bu vaqt ajratib sana hamroh bo'laman" dedi. Har qancha aldirash bo'lsingizmi, eng yaxshi pozitsiya bilan masalani aniq tushundiring. Xuddi xizmatdoshlar aro xizmat jadvalini avatishgandek, yaqinlaringizga kun tartib jadvalingizni oldin avatib bersingizmi bo'ladi. Ular sizning oldin o'rinlashtirishingiz borligini bilsa, sizga ojati tushgan taqdirdami to'g'ri tushunadi. Har qanday ishni chiroyli hal qilg'ili bo'ladi. Agar o'zaro tushunishmay, masalani kayniga tartsangiz, hamma odamning kayfiyatiga ta'sir etib qoladi. 3. Güzel minutlarni xotirlab, o'rtaq aslimalarni qoldiring. Yaqinlaringiz bilan birga o'tkazgan xo'shal chaqlarni turli shakllarda xotirlab, ham bahirlab turing. Birga o'tgan chaqlaringlar ancha ko'p bo'lmagan taqdirdami, güzel aslimalar hamon odamni xo'shal qiladi. Ular sizdan xafa bo'lib, xizmatlarda yurisiz, uy bilanmi qaringiz yo'q degan chaqda birga o'tkazgan unutilg'isiz kunlarning xotirasi sifatida saqlab qo'ygan rasmlarni, xotir buyumlarni, aslimalarni chiqarsangiz bo'ladi. Ammo haqavurlik bilan "Mana hamroh bo'ldim-ku, seni palonchi yerga opardim-ku, mundaq narsalarni elib berdim-ku" demay, ashu chaqlarni sig'inish ilkida asga ilib, sizningmi uningga hamroh bo'lgangiz borligini, to'g'ri tushunishini, qaysi kuni vaqt chiqarib hamroh bo'lganligingizni ayting. Qisqa vaqt ichida tushunish hosil qilishning unumli choralari bor. 1. Qarshi tarafni aldirash qilib qo'ying. Yaqin kishilaringiz sizdan "Menga vaqt ajratmading" deb xafa bo'lganda, ularni aldirash qilib qo'ying. Bir jup aşıq-məşuqlarni elib aytsak, agar har ikki tarafning xizmati aldirash bo'lib, faqat komandirovka orliqida ko'rishib, konsertga berib birga tomoq yeb tura olsa, bundaq munosabatdan masala chiqmaydi. Agar bir taraf bak aldirash bo'lib, yana bir taraf kun bo'yi bekor yursa, bekor yurgan taraf aldirash tarafdan osonla og'rinib qoladi. Ilgari opam meni uyga kelmaysan, pat-pat yo'qlab turmaysan deb doim xafa bo'ladi. Menmo o'kinatdim. Bultur uningga tabodin Alining opasining o'ylisi deb ism qo'yib, Xinjiangning yerlik mahsulotlarini sotadigan bir do'kon ichib berdim. Opam aldirash bo'lib ketgandan keyin meni kelmading deb xafa bo'lmaydigan bo'ldi. 2. Ijro qiling. Birga o'tkazgan xo'shal chaqlarni xotirlash bilan birga, ular yaxshi ko'radigan narsalarni xotirlab qo'ying. Parang davomida zan qo'yib anglasangiz, qarshi tarafning nimaga amroqligini,
qaysi ishlarga ko'ngil bo'ladiganligini bilalaysiz. Ondan ular yaxshi ko'radigan narsalarni sovg'a qilsangiz, arzon narsa bo'lgan taqdirdami ko'nglingizni tushunadi. Hamkorlashquchum ikkimiz bir qitimliq ziyoratda tanishgan. Ziyoratdan keyin birlikda rasm ko'rgazmasiga bordik. U mendan o'quvchilar avatgan sovg'atlardan qanday sovg'atni eng yaxshi ko'rasiz deb so'radi. Men bir parcha rasmni eng yoqtirib qolgan edim. U gerçi rasm sizishni amdil o'rganayotgan bir o'quvchi sizgan oddiy bir parcha rasm bo'lsa-mu, u sovg'at berguchining eng samimiy ko'ngli bo'lg'achqa shuni yoqtirib qolgan edim. Keyin tug'ilgan kunimda bir parcha moybo'yoq rasm topshirib oldim. U maxsus o'qituvchi taklif qilib, rasm sizishni noldan boshlab o'rganib, 2 hafta ichida mening gitar tutib turgan rasmimni sizib avatibdi. Bu sovg'at dangliq markalik tingshug'uch yoki qo'l soatidek qimmat narsalardan qimmatlik. Chunki u haqiqiy ko'ngil sovg'asi. Rollarga bo'lib nishon taqsimlash va yuqori unumlik ta'sirot almashtirish usulini o'rganib olgandan keyin maxsus vaqt ajratmagan taqdirdami, atrofing'izdagi odamlar bilan bo'lgan munosabatingizni yaxshilay olasiz. Ortiqcha andishidan qutulib, butun vujudingiz bilan xizmatga kirishish imkoniyatiga erisha olasiz. Xizmat bilan turmush o'ttirisida haqiqiy tamponlik mavjud emas. Chunki ular o'ttirisida azaldan qarama-qarshilik bo'lib boqmagan.